bitta strategiyani yaxshilab o'rganib, uni tushunib, uni backtest qilib va forward test qilib turib, bozorda uni sinab ko'rgandan keyin odam ushbu strategiyada o'sha bitta strategiyada professional yondashib yaxshi daromad qilishi mumkin. Hozir men sizlarga shunaqa modelni ko'rsataman, ya'ni strategiyaniki 70% gacha win rate beradi va juda ham o'rganishga ham, bozorda qo'llashga ham, savdo qilishga ham juda ham oson. Bu strategiya ICTga tegishli, ya'ni Michael Huddleston'niki. Smart Money asosida ushbu strategiyani sizlarga men ko'rsatib o'taman. Bu strategiya yana bir bor aytaman, bu menga tegishli emas, shunchaki ICTning strategiyasini men o'zim ko'rib, ozgina test qilib, ishlatib sizlarga taqdim qilmoqchiman. Bu strategiyani ishlatishdan oldin yaxshilab test qilinglar. Bu strategiya Silver Bullet model deb nomlanadi. Tushunishga juda ham oson. Win rate juda yaxshi beradi, 60-70% orasida. Siz shunchaki emotsiyangizni o'chirib, robotga o'xshab savdo qilsangiz yetarli. Ya'ni shu strategiyadagi talablarni joyida qilib turib, unga o'zingizcha hech qanaqa qo'shimchalar qo'shib olmasdan, ya'ni o'zingizcha ideyalar qo'shib tashlab savdo qilmasdan turib, xuddi shu men ko'rsatgan talablarga asosan savdo qilsangiz, yaxshi natija beradi, xudo xohlasa. Xo'p, endi ushbu model uchun qo'yilayotgan talablarni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana shu talablar orqali sizlar savdoga kirishinglar kerak bo'ladi. Bu nima degani? Birinchisi, bozorga oldindan tayyorgarlik ko'rish. New York vaqti bilan 02:30 va 9:30. Ya'ni New York vaqti bilan siz UTC-4 ga o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Trading View'dagi time'ni, ya'ni vaqtni. Keyin belgilab olamiz, Osiyoni va Londonni high yoki low'ni belgilab olamiz. Uchinchisi, Osiyo yoki London high yoki low'ni yechilishini kutamiz. Bu yerda Osiyo range soat New York vaqti bilan 20:00 dan 00:00 gacha, London range esa 02:00 dan 05:00 gacha. To'rtinchisi, 5 minutlik fair value gap yasalishini kutamiz. New York vaqti bilan 3 bilan 4 orasida va 10 bilan 11 orasidagi fair value gap yasalishini kutamiz. Agar fair value gap tushuvchi bo'lsa, range high yechilishini kutish kerak. Bu nima degani? Agar fair value gap berish tushuvchi bo'lib yopilsa, Osiyo yoki Londonning high yechilishi kerak. Agar fair value gap ko'tariluvchi bo'lsa, Osiyo yoki London low'i yechilishini kutish kerak. Agar shulardan Osiyo, London high yoki low yechilmasa, shunchaki savdoga kirmaysizlar. Xo'p, keyingisi limit bilan savdoga kiramiz. Fair value gap ochilishidan savdoga kirib, eng yaqin stop, eng yaqin highda yoki lowda bo'ladi. Take profit esa 1/3 risk to reward. Masalan, sizlar 1% risk qilsanglar, 3% olib chiqib ketasizlar. Yoki soddaroq tushuntirsam, $100 risk qilib turib, $300 foyda olasizlar. Olishingiz kerak bo'ladi. Endi bo'lsa, bu modelni Trading View'da o'zim test qilib, qidirib topganim bo'yicha ko'rsataman. E'tibor bersanglar, mana bu ko'rib turganinglar, bu Osiyo range, ya'ni o'sha 20:00 dan 00:00 gacha Osiyoni ochilishi va yopilishini belgilaysizlar va bu 02:00 dan 05:00 gacha. Endi bu yoqda Osiyoni high'ini, ya'ni Osiyo range London yechdi. Va bu yoqda Osiyoni low'i bizda qolib ketdi sell side sifatida. Va shundan keyin 3 bilan 4 orasida bizda Silver Bullet vaqti kirdi va 5 minutlik tushuvchi fair value gap. E'tibor beringlar. Agar fair value gap tushuvchi bo'lsa, range high yechilishi kerak. Fair value gap tushuvchi, Osiyo range yechildi. Demak, hamma talablar bor bu yoqda. Va fair value gapdan entry qildik. Stop loss esa eng yaqin highda 1/3 risk to reward bilan mana bu Osiyoni low'iga yaqin joyga hujum qilindi. E'tibor bersanglar, bu yoqda save qilamiz, bezubitga qilamiz degan narsa yo'q bu talablarning ichida. Chunki nima deydi? Oldindan bezubitga qilib yoki save qilib turadigan bo'lsak, bizda birinchidan risk reward biziladi. Yoki bezubitgani olib turib, biza qo'ygan target tomonga
bozor yurib berishi mumkin. Shuning uchun xuddi shunaqa tarzda ishlay olasizlar. Endi bo'lsa ikkinchi misolni ko'ramiz. Bu yoqda mana GBP USD, ya'ni funt dollar 5 minutlik time frame'da e'tibor bersanglar, Osiyo range bizda mavjud va mana bu yoqda Osiyoning eng pastki nuqtasi, Osiyoning low'ini market yechdi va yechgandan keyin 3 bilan 4 orasida bizda bullish imbalans qoldirib ketdi. E'tibor bersanglar, bizda fair value gap ko'tariluvchi bo'lsa, range low yechilishi kerak edi. Bu yoqda range low mana Osiyoning low bo'lib tashkil qilindi va shu yechilgandan keyin va mana shu imbalansi boshlanishiga limit qo'yamiz. Stop loss esa birinchi eng yaqin lowda 1/3. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda 1/3 yurib turib, nima deydi, targetga borib turib, o'sha bozor oqib ketganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Yana o'zingizlar ham bu strategiyani test qilayotganda ko'rsanglar bo'ladi. 1 ga 2, 1 ga 2,5 qilsanglar, win rate'inglar odatdagidan balandroq bo'ladi. Lekin risk rewardni bilgan biladi. 1 ga 3 ishlasanglar, bu juda ham yaxshi sizlarga anaqa beradi. Foydaga chiqishingizga yordam beradi, xudo xolisa. Xo'p, bizda oxirgi misol gold bo'yicha HUSD gold 5 minutlik time frame'da e'tibor bersanglar, Asian range, ya'ni Osiyoning boshlanishi va tugashini belgilab oldik. 19:00 dan 00:00 gacha va Osiyoning low'ini bozor juda ham chiroyli sweep yechdi va 10 bilan 11 orasida fair value gap qoldirdi. Shu fair value gapda New York vaqti bilan 10 bilan 11 orasidagi fair value gapdan entry qilib turib 1 ga 3 risk reward olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi bu strategiya shunaqa zo'rmi, stop olganlarni qo'ymabsiz deb aytishinglar mumkin. Stoplar bo'ladi. Men sizlarga boshida aytdim, win rate 60% dan 70% orasida deganim, masalan 60% bo'lsa ham 100 ta savdodan 60 tasi take profit, qolgan 40 tasi stop loss oladi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu yoqda hech qanaqa sizlarda tilla tuxum qo'yadigan tovuq emas bu. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, stoplar ham bo'lib turadi. Stopdan ko'ra take profit ko'p. Agar masalan win rate'inglar 50% bo'lgan taqdirda ham 1 ga 3 risk reward ishlasanglar, masalan, foydada chiqasizlar. Agar sizlar shu strategiyani ishlatib, realniy bozorda test qilmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu mana talablar bo'yicha 30 ta сделка olinglar. Hech qanaqa shu talabdan chiqmanglar va shu 30 ta сделкаdan nima deydi? 30 ta сделкani statement qilib chiqarib ko'rsanglar, shu 30 ta сделкада ko'ringlar, ya'ni 30 ta сделкада foydadami, zaradami? Agar foydada bo'lsa, nima deydi, dars ishlatib ketsanglar bo'ladi. Lekin meni testlarim bo'yicha bu foydada. Xo'p, agar o'sha 30 ta сделкani test qilayotgan paytinglar, masalan, nimadir xato qilib qo'ysanglar yoki qaysidir talabdan chiqib ketsanglar, yana 0 dan boshlayman. Yana 0 dan 30 ta savdoni, ya'ni ko'raman, xuddi shu model bo'yicha deb ishlatsanglar bo'ladi. Agar ushbu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar. Keyin sizlarga bitta ko'rsatadigan narsam bor edi. Men yopiq kanal ochdim. Bu yopiq kanalda nimalar bo'ladi? Ya'ni traderlar bor, bu yoqda o'zimning shogirdlarim, masalan, savollar va muhokamalar. Bu yoqda chat bor. Hamma nima deydi, o'zining ideyalari bilan bo'lishadi. Savollari bo'lsa, biz javob beramiz. Mana bu yoqda bolalar savdo qilishadi. Xullas, hop, keyingi bo'lim jonli savdo. Bu yoqda jonli savdo efirni o'tkazamiz. O'zim ham o'tkazaman, xudo xolisa, haftada 1 marta yoki 2 marta. Bu yoqda mana hanchal. Men o'zim analizlarim bilan bo'lishaman. Mana yaqinda ham analiz tashladim. Mana men bu tillarga ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda mana darsliklar qo'yamiz. Trade journal, breaker block, yana entry model bo'yicha darslik qo'ygan mana Zafar ukamiz. Endi yaqinda ochdik, 1-2 kun bo'ldi. Endi buni rivojlantirib, yana kuchaytiramiz. Mana bu yoqda tillar bo'yicha ideyalar beradi bolalar. Mana bu funt bo'yicha, mana bu yevro bo'yicha, mana bu indekslar bo'yicha. Va mana bu yoqda bo'lsa savdo natijalari, ya'ni bergan analizlarimiz bo'yicha, masalan, bolalar savdoga kirib turib qilgan foydasini yoki
o'zini yutuqlarini bilan bo'lishadi. Bu meniki masalan. Mana yana men tilida qilgan savdoyim, yoda bolalar proplardan o'tishgan, mana SMP'larda entrylar yaxshi. Xullas, komanda bo'lib ishlash uchun yoki nimadir o'rganaman deydiganlar uchun strategiya darslar o'rgatamiz va mana bu yoqda ishonchli prop kompaniyalar bo'yicha gaplashamiz. Qaysi prop kompaniya pul yechib beryapti, nima bo'lyapti, что к чему hammasini gaplashamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga ulanib olinglar. Xudo xolisa, bundan keyin juda ham sizlarga foydali videolar ko'rsataman. Yoki bu kanalga ulanish uchun men videoni pastda silka qo'yib ketaman. O'sha silka orqali qo'shilib olinglar, birgalikda savdo qilamiz. Salomat bo'linglar.